Her bir anlap bilişik tiyişlik hüner nimi bilemse dostlar o bozum öydü muşlandaki özanlar setilip ekirgen göçtülam kıyızı kılıp yasaşa dostlar. Balarımın sırtlardan her xil kıyızlan epiya burada kelişmen bəs eniq emas nimeler bile yasıgan qandaq çırıştın saxlığı şeki başka materyallarını qeйтip etken bunu bilmeyimiz. Şun balalarımızdan salametligi üçün muşlandaki özümüz öz kolumuz bilen tamaq bəsik en yaxşı dep oyladım. Şunun için bu filmi izlegen bəherlep ep geldim dostlar. Bugün toxu güç qıyız qılımız hep. Bunda bolsa başlap ketdik yoğunlarda iki parça meydi göç tayarlap aldım. Bunu uşaq qan şekilde toğrab algan lekin bunu göç eziş maşinamızı silip üstüge 3 qo'shiq atrapida un, azroq tuz, 2 qo'shiq atrapida hasal, 1 qo'shiq atrapida qizilmush lazısını silib etdim. Andan keyin bundan azroq qarmishni silib etimiz dostlar. Mana ko'yonlardek bu göç ezish mashinamizni mustaq uşaq holatga ekagich ezib olamiz ko'yonlarda mush holatga keladi. Endi buni qo'shiq bilan toza aralashtirib olamiz. Undan keyin buni siqib chiqarish uchun ma'andek bir uskuna kerak bo'ladi dostlar. Shunchalik qulaylikka men pek yaxshi ko'rdim. Mayli uchaylarni qo'yayli uyda o'tkazib qo'ygan vaqtda va yak mushunda qizlarni qilayli 3 xil bosh chiqadi. Inchik tomliqqa qarab shunchalik payz qulaylikka dostlar men pek yoqtirdim. Aslilik ulanma resip qo'ydim ishlagim kerak bo'lsa da ba'zim intayin muvofiq kiras saxiz holat uyinglarga borda dostlar. Undan keyin mana go'shtimizni buncha silib olgandan keyin og'zini itib oldik. Undan keyin mahil qog'oz tayyorlab olsa yaltiroq qog'oz jumi dostlar. Boshqa sulyo xaltlarni ishlasanglar bo'lmaydi jumi. Undan keyin bu qog'ozimizning ustini chiroyli kesib tayyorlab olgandan keyin mayla olamiz. Yapamiz chaplashib qoladi. Mayla olgan qog'ozimizning ustiga mahil holatda siqib chiqaramiz. Ondan buni yugib olamiz. Chang-chang tutib yugaymiz dostlar. Yugib olgandan keyin ish kuchini mana mijivitsizlar. Bu intayin qulaylik dostlar qilish usulum bekli oddiy mana ketalik materiallarni ko'p emas. Yurak yo'ldan biz saqlab olinglar, izdiga vaqt topolmay qolsizlar jumum. Ondan bilmaydigan do'stlar avat qo'yinglar dostlar, ular foydalanib olsin sizlardan ham qo'shib qoladi. Onalar bilishik tegishlik bilimlar bo'lsa sizlarga baharlab turma do'stlar. Mening ajrim uchun bo'lsin bir tal yurakni chekib qo'yinglar. Undan keyin mana buni qazimizni suv qaynatib, mana dumlaydigan qazimizga silib, buni 25 minut atrofida mushunday silib olsak bu pishib chiqadi. Qaranglar, shunchalik payzi pishibdi do'stlar. Buni mayli mayda zali qilib malachorlarni qilib beramsizlar va yoki xo'golangan go'langan vaqtda qilib bersanglar